teskarisi. Sizni matkangiz tekis. Bunaqa tikka turadigan matka. Tekis turadigan matkaniki qon ko'p ketadigan bo'lsa, ko'pincha qon bilan birga spiral ozgina pastga siljishi mumkin. Shuning uchun ham sizga tez-tez tekshirtirib turing deganman. Va o'sha gapim to'g'ri bo'lgan. Spiralingiz siljibdi. Pastga siljibdi. Shuning uchun ham og'riq beryapti sizga. Tushib qolgan emas. Yaxshi. Kumush spiralchi o'zi kichkinagina. Mana joylashgan joyini oxirini ko'ryapsizmi? Mana shu yerda. Bu turish kerak bo'lgan joy bor mana bu yerda. Bu joyda уже yo'q. Tikka turganligi uchun har safar hayzingiz miqdori ko'payganida sekin-sekin pastga siljigan va oxiri shu yergacha kelgan. Poka что homiladorlik yo'q. No hozir bu spiral bilan yurganingiz foydasi ham yo'q. Любой moment homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Endi bunida boshqatdan qo'ytirishingizga to'g'ri keladi. Sizgacha bunday matikalarga men maslahat beraman. Oddiy T-obrazniy spiral qo'yganingiz kerak emas. Chunki aytganimdek qon ko'p kelganda asta-sekin siljib pastga tushishi mumkin-da. Sizga archa yoki kolso yaxshi. Yaxshi botadi ichkariga, qon ko'p kelsa siljmaydi. O'shani o'ylab ko'ring. Kumush shunaqa variantlari bor. Ancha beozor. Hozir buningiz endi